Men qaydaman do'stlar. Bildilaringiz, men bog'daman, O'rikzordaman, Olchazordaman, Giloszordaman. Vodiydaman, Oltin vodiyda, Pop tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idaman. Mana o'riklarga rang kiribdi, o'riklarga maza kiribdi do'stlar. Albatta bu o'riklar butun mamlakatimizning yaxshi bozorlaridan o'rin oladi. Nima deydi, maza kirib qolgan, anchagina pishib qolgan desak ham bo'ladi ba'zilari. Doim aytaman, jannat makon yurtdamiz, yurtimiz jannat makon. Shunga yarasha albatta biz ham mehr oqibatli, mehr muhabbatli, san'atga, adabiyotga, ilmga, din va diyonatga bir sodiq insonlar bo'lishligimizga majburmiz. Mana shunday jannat makon yurtdamiz. Do'stlar, sizlarga ilindim.